8. bab nishonni qanday tiklash kerak? Siz nima uchun 1 minutlik nishonning bolalarga bunchalar cho'ng yardım bo'lganligini bilishni xohlamsiz? Undaqda biz oldi bilan tafakkurning qanday elib berilganligiga qarab baqaylik. deb taklif berdi 1 minutlik tada. Ko'plagan olimlar odamning tafakkurining ikki qismga bo'linganligini e'tirof qildi. Bir qismi angliq tafakkur, yana bir qismi bo'lsa angsiz tafakkur bo'lib, odamlar o'zining bir qism tafakkurini his qila oladi. Yana bir qism tafakkurni bo'lsa his qila olmaydi. dedi bu yoshda da uning gapini tortib olib. To'g'ri, odamning tafakkuridagi eng kuchli bo'lgan qism angsiz tafakkur bo'ldi. Balkim biz diqqat qilmagan bo'lishimiz mumkin. Dal angsiz tafakkurimiz bizning anglagan va ko'rganlarimizning hammasini xotirlab oldi. Eng g'alati yeri shuki, angsiz tafakkur uchurlar qarta shallash ilib bormasdan, balki qarquyuq qabul qilaverdi. U yana bizning e'tiqodimizning asosi bo'lib, bir xil uchur yetarlik holda qayta takrorlanib, angsiz tafakkurimizga kirish orqali bizning e'tiqodimizga aylandi. dedi 1 minutlik tada. Bu xuddi kichik chaqlarimizga o'xshash, boshqalar bizga nimani aytib bersa, shuningga ishonadigan. Hatto biz u ishning yolg'onligini bilib tursaqmi, dedi u yosh tada. To'g'ri dedingiz. Balkim siz bildigansiz. Ba'zi bolalarni boshqalar doim döt ham ahmoq desa, ular bara-bara o'zlarining ashundaq ekanligiga ishonib qoldi. Bu yoshda da o'zining balliq chog'larini o'ylab qoldi va ondan u bolalar döt ham ahmoqlik qildi, dedi. To'g'ri, dedi 1 minutlikda da so'zini davomlashtirib. Bolalar ba'zi gaplarni to'g'ri deb o'ylab, shu ish ko'rgan chog'da shu gap rost aylanib qoldi, dedi bu yoshda da gapni ulabla. Bu nuqta, dedi 1 minutlikda da. Dal 1 minutlik nishonning unumli bo'lishidagi asos. Chunki bu usul orqali kishilar nihoyat osonla o'zlari erishmoqchi bo'lgan narsalarni o'zining angsiz tafakkuriga kirgizdi va shak shubhasiz ishonguncha qayta takrorlaydi. Bayatdan bizning deganimizga o'xshash. Siz bir ishga ishinib qolsangiz, uni rost deb qilsiz. Agar bu nishonlar amaliyotga uyg'un bo'lmasa, qanday qilish kerak? dedi yosh tada qiziqib. Mana bu 1 minutlik nishonning oqilonligi. Angsiz tafakkurning uchurlarini so'zish iqtidori bo'lmag'achqa, u hammasini qachilaverdi. U qaysi narsaning amaliyotga uyg'un, qaysilarning uyg'un emasligini bilmaydi. Faqat angliq bo'lgan tafakkurlar yuqori saviyadagi hukm chiqarishni elib bora oladi. Men yanil tushamadim, dedi bu yoshda da samimiylik bilan. Men sizga bir misol elib beray, dedi 1 minutlikda da. Dehqonning yer terg'inni tasavvur qilib baqaylik. Munda tuproq odamning angsiz tafakkuriga o'xshaydi. U sizning oziqlik qiymatini yuqori bo'lgan qo'noq yoki bug'doy va yoki zaharlik bo'lgan atropa o't terishingiz bilan kari bo'lmaydi. Tuproq siz tergan har qanday narsani o'stirdi. Tuproqqa nisbatan hamma narsa o'xshash tuyuldi. Bizning angsiz tafakkurimiz mushunda qilganda, dedi yoshda da bir narsani tushungandek qilib. Nihoyat to'g'ri. Endi siz 1 minutlik nishonning nima uchun bunchalar unumli bo'lganligini bilgansiz. Chunki, dedi bu yoshda da biroz o'ylanib turib, siz nihoyat qisqa bo'lgan 1 minutda nishoningizni qayta takrorlaganda, ular nihoyat osonla sizning angsiz tafakkuringizga singib kirdi. Eng oxirida sizni ularning rostligiga ishontirdi. Shuningdan tartib munosib bo'lgan harakatlarni elib bordi, dedi. Nihoyat yaxshi xulosaladingiz. Dal mana bu 1 minutlik nishonning biz va bolalarga nihoyat unumli bo'lganligining sababidir. Bular barliq sabablarmi? Butunlay emas, dedi 1 minutlikda da kulib turib. Biroq hozirga qadar biz tuvandikini esimizda tutishimiz kerak. Biz nimani o'ylasak, shuningga erishimiz. Bu o'yingiz bek yaxshi bo'pti. Men cho'qim bu gaplarni o'zimga tatbiqlayman, dedi yoshda da. Sizning o'yingiz bek qiziqarli ekan, dedi 1 minutlikda da kulib turib. Bu yoshda da biroz tushunolmay qoldi. 1 minutlikda da tushuntirib.
Mening yaqında o'rgangan barliq narsalarimning ichida bu nuqta intayin muhim. Men sizga men oilada kasbimga o'xshash undaq utuq qozongan emasman deganim esingizdami? Siz menga haqiqiy sababni tepib bera olamsiz dedi. Yosh dada nim deyishini bilolmay nihoyat o'ng'aysizlandi. U ko'z oldidagi bu musibatning nihoyat ojiz ekanligini hayronlik bilan his qildi. Meningcha buningdagi sabab ehtimol bayatdan beri biz to'xtalgan parang bilan munosabatli bo'lsa kerak dedi. To'g'ri. Undaqda siz baxtli oila qurishni o'zingizning tirish nishoningiz qilmaganligingiz uchun xushal bo'lgan oila turmushiga erisha olmadingizmi? Anglamoqqa odamning haqiqatan ishongiz kelmaydi. Biroq amaliyotda dal mushundaq ish. Men burun faqat xizmatni tirishib ishlasamla, oilaga ko'ngil bo'lmasam bo'ldi deb o'ylagan. Yosh dada buni nihoyat yaxshi tushunardi. Men hozir bu masalani hal qildim, dedi bir minutlik dada. Men o'zimning oila turmush nishonimni nihoyat aniq qilib yozdim va doim uni qayta esimga oldim. Albatta, uni doim takrorlagan siri ularni amalga oshirishga shuncha ishonchim bor bo'ldi. Men uni aqbalda qonuniyati deb atadim. Nima? Bir minutlik dada kulib ketdi. Siz balkim kinoxonada ilib berilgan yilqi tajribani anglagan bo'lishingiz mumkin. Hozir qonun undaq qilishni chekildi. Ekranda aqbaldaqning surati nihoyat tez o'tib ketadi. Hamda kelib aqbaldaq iling degan so'zlar chiqadi. Hozir qonun undaq qilishni chekladi. Bu ko'rinish nihoyat tez o'tib ketgachga tomoshabinlar faqat ko'ra olmaydi. Men qo'l bog'lashmanki, dedi bu yoshda da shu zamon. Ularning angsiz tafakkuri uni allaqachon ko'rdi. Shundaqmi? Nihoyat to'g'ri dedingiz. Undaqda natijaning qanday bo'lganligini bilamsiz? Kinoxona nurg'un aqbal taqsatdi, deb javob berdi bu yoshda da. Bu eng muhimi. Angsiz tafakkur bizning ish harakatimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Afsuslanarli shuki, o'xshashli yana salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yaqinqi bir shanba kuni men ma'lum kasatning tantarbiya sahifasida bir parcha maqola ko'rdim. Buningda bir Golftob Mayerning so'z tilga ilingan bo'lib, u oldingi 3 maydon musobaqada izchil birinchi bo'lg'achqa, u o'zini men degan qaranchiq to'pchi debdi. Muxbirlar uningdan ma'nosini so'raganda, u men nurg'un munavvar mayillarni qo'rqitdim debdi. Boshqacha qilib aytganda, dedi yosh dada. Uning qallasida muvaffaqiyat qozonish aniq bekitilib bo'lgan bo'lib, u o'zini musobaqa maydonida boshqa tanargatchilarni qo'rqitvasamli bo'ldi deb o'ylag'achqa, boshqa tanargatchilarning qalb qilish mumkinchiligi nihoyat oz bo'ldi. To'g'ri dedingiz. Atismen yana kesib ko'rdim. O'ylab beqma, uning oldingi kundagi lavha tanlash musobaqasidagi ifodasi qanday bo'ldi? Yosh dada beshin chayqadi. U natijaning o'z o'ylagandek chiqmasligidan ansirdi. Albatta yengdi-da. U 76 to'shikka kirgizib, nihoyat ko'p mukofotga erishdi, dedi bir minutlik dada. Musobaqada o'tirib o'tishni o'ylaydiganlar yengib bo'la olmaydi. So'zlab bu yerga kelganda bir minutlik dada soatiga qaradida vaqt to'shib qolay debdi, dedi. Nima vaqt to'shay deb qoldi? deb so'radi yosh dada. Uyimizning shanba atganlik yig'ini. Ballarning sizning kelishingizdan xabari bor. Agar xohlasangiz, ular sizning qatnashishingizni qarshi oldi. U yoshda da nihoyat xo'shal holda ballar bilan birga oshxon uydagi ustalning yonida o'tirdi. U ichilmoqchi bo'lgan atganlik yig'inga nihoyat qiziq